Çaç Supulları. İtim Arken Abdulajitov, Қазақстандан Еркет шәһәреннән келдім. Bir жыл 30 yaşқа толдым. Музык тараптан болса, һәм музыканы тыңшаймын. Өз алдымға дизайнерлык шықлымын. Сәхнеге чыккан асасий сәбәп үземне сынаш һәм жугырык тараптан дәвамлаштырыш. Чоңқыр ойда олдарды илеп қолға қаламды Яшлар төкіп ақ бараққа Жүректікі дәрт әлемні Көңлümdə sən yalğız özən Hayatının sən məzmuni Günlər bolsa ötüb atıdım Teşnalıqda sığınıb seni Hayatımda özden bəxtim Mənsub sana aşıq qəlbim Səndən başqa bu dünyada Kerek eməz mana heç kim Kerek eməz mana heç kim Nimə üçün yar baxmaysan Yoxmu səndən istiğum Bu sualga cevap tapılmay Daim dılni basıdı kaygım Hayatımda özden bəxtim Mənsub sana aşıq qəlbim Səndən başqa bu dünyada Kerek eməz mana heç kim Kerek eməz mana heç kim Şadlıq bilən dərdinge Ortaq bolğum kelidu Gülge böle ömrümni Bağ eyligim kelidu Hayatımda özən bəxtim Mənsub sana aşıq qəlbim Səndən başqa bu dünyada
Gerek emas manga hiç kim. Gerek emas manga hiç kim. Özən bəxtim Mənsub sana aşıq qəlbimdən Səndən başqa bu dünyada Gerek emas manga hiç kim. Gerek emas manga hiç kim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Erkin Abduvajitov, Qozog'istondan, Yerkat shahridan keldim. O'tliq salom sizlarga. Sizmi shu o'tirdiki gitar solo qismi bor-ku. Aşının hissiyatı bək doğru ekan. Şunun bilan bilib mangsingizlar bo'ladigan narsa hissiyat azroq kam, lekin ovozingiz bo'ladi. Azroq bo'g'ilib qoldi ovozingiz, bo'g'ilib qoldi. Yuqoriga kelganda yo'riq, bundaq yo'riq bo'lish kerak-da. Shu gapim tushundingizmi, ha? Tushunyapman. Ha, yaxshi. Shu yo'riq qismini biz anglay olmay qoldik. Amaliyotda ovozingizning rangi, bundaq tuschi ovozingizningki rangi yomon chiroyli. Mushu ovoz bilan bo'lgan bo'lsa, sal bo'g'ilib qoldi-da hozir. Yo'riq bo'lib ketgan bo'lsa, soloni boshdan oxiri, hatto tukcha, muzika tukcha soloni bek yaxshi o'ynadi. Gitar qismini ashna bilan tang mangan bo'lsangiz, bek biz hammamiz o'rlatdik. Siz shundoq jiroq kelibsiz. Biz endi o'rlamay qoldik. Kechirsiz. Hech qisi yo'q, rahmat. Mushu naqshni o'zingiz yozdingizmi? Tanıştırıb etsem muzikasi hem sözü meniki. Akordlaşqan Dilshod Iliyev, gitarda oynagan Osman Zamanbekov. Hemsi mening ağallarim. Ashlarga bir alqış beraylik, ha. Savol. Meni bilishimcha, jutingizda, ya'ni bu jutingizda sizning asarlaringizning birinchi qitim sahnaga chiqishi deyman. Durust. U yerda balkim Olmaotada jiq bo'lishi mumkin. Bizning sahnalarda birinchi qitim chiqishi, ya. Birinchi qitim. Bu nayt yaxshi bo'ldi. Asaringiz nayt muvaffaqiyatli chiqibdi. Hamma tarafdan shuncha yoqdi bizga. Balkim bizning hozirgi mush qitim musobaqaning ba'zi o'zimiz sizga aytib yuqori talab qo'yib olgan bo'lishimiz mumkin yoki o'zimizning bir sabablarimiz bor. Buni bu yerda deyishib o'tmaymiz. Lekin sizning Qozog'iston diyoridan bor qarindoshlarimizning salomlarini elib, o'z asringizni elib, do'stlaringizning yordamlari bilan chelingan mushu muzikani, mushu asarni elib, bizning sahnamizga dastaganingizni o'zi bizni intayin xo'sh qilgan ish. Siz u yoqdagi salomni elib keldingiz, biz siz orqali u yoqdagi salomlarimizni yo'llaymiz. Unutqanman, bu amonati katta bir ish bo'ldi. Hammamiz sizning naqshlaringizni huzurlanib turibdi. Adila muallim siz uchun o'rniqni aylantirdi. Mayli qaysi muallim bo'lsin, bir muallimga erishdik. Buning o'zi bizning muvaffaqiyatimiz. Endi siz majbur kelasiz qarang bu yerga. Kamsiz bo'lmaydi endi. Bundan keyin davomli kelgan vaqtlaringizda biz yana sizni bani, biz o'ginimiz, bizni bani, siz o'ginisiz. Mushu muallimlarning hammasi siz uchun xizmat qiladi. Buni keyin bilib qolsiz rostligini.
Abdulla akam to'g'ri deydi. Biz amaliyotda biz 4 ustoz bir dengiz desak, biz 4 daryoga bo'linib eqiyotgan xolos. Oxiri yana eqib shu dengizga qo'yilimi, shundaqmi? Sizning naqshingizdan, ijodiyatingizdan ta'sirlandim birinchi bo'lib. Ikkinchidan men shu ovozingizdan bir xil Qozog'istonning chechaklarni purab qoldim. Shuning uchun ishkilanmayli, siz uchun o'rildim. Siz menda ishkilanmayli, meni tanlaysiz. Sizlarga cho'ng rahmat aytaman. Shu Qozog'istondan meni mashaqqa yordam qilib evetken Qalbinur Arif hademga cho'ng rahmat aytaman. Ota-onamga cho'ng rahmat aytaman, ham erkak meni ag'illarimga, do'stlarimga cho'ng rahmat aytaman. Salomlaringizni, ota-onalaringizni, shu o'qituvchi ustozlaringizni Urumchiga kelib o'ynab ketishini, biz bilan bir didor ko'rishib, bizni ham shunday fursatga ega qilishini chin dilimizda umid qilamiz. Tabriklaymiz sizni. Muborak bo'lsin. Va muborak bo'lsin. Mana bugun Qozog'istonda yana bir qarindishimiz keldi. Albatta, xush ovozlar bizda ham Qozog'istonda o'rtaq yangrag'ay. Senden başka bu dünyada İpek yolu sadasin, sevginin yok çekmesin, boş avazlar sevmesin. İpek yolu sadasin, İpek yolu sadasin, sevginin yok çekmesin, boş avazlar sevmesin.